Hem de elbette müşahede yani biraz yani bu siyasetin ki siz hem de şu yerde 6 yıl işlediniz o. Onun Shunda. aldıkayında Azgam. mesela kinolarda rol eliş ve başka Xitayning mesela Xitay ülkelerine berip her xil program işleş, riyasetçilik qilish jarayonida siz his qilgan nurg'un milliy kamsitish, farqlarni his qilib, bu yerda hatto shu Abdur shunday deydi shu vaqtda tasvirlagan maqolada sizni shunday bir tasvirlabdim. Uning ichida bir isyon, vijdon cho'qani uni to'xtamay qiynaydi degan bir jumla diqqatimni tortgan bo'ldi. Şu narsalarni nimalarni his qilgandingiz shu vaqtda masalan shu Xitoy o'lkalariga berib ishlash jarayonida nurg'un riyosatchilik qilish, Xitoy tilida riyosatchilik qilish jarayonida uchirgan shu vaqtdagi narsalarni bir eslab o'tgan bo'lsangiz. Damallıqqa bək çıxnas isim kəmidi, amma vaxtınızın cıq almaslıq üçün mən bir qancha misallar ötey. To'g'ri bu Şinjan televiziyasidan iborat bu eng kuchli Uyg'ur elida Xitoyning eng jiq mablag' soladigan tashviqot qurolida xizmat qilish fursati menga butun Uyg'ur elini aylanib chiqish yani program ishlash jarayonida har bir yez bulun pushqaqlargacha berish fursati yaratgan. O'zimni haqiqiy Uyg'urligimni mundaqcha aytgan men Urumchida tug'ilib o'sdim bu. Şu Qashqarning yezlariga borganda, Xotanga, Qumulga, Turponga, mushu joylarga borganda haqiqiy his qilgan. Chunki siz shanba bozor, dushanba bozor degandek o'xshamagan bozorlarni suratga oldik. Hit mezgilda hit namozga ketayotgan Uyg'urlarning ko'rinishlarini olamiz deb, shu hitga jamoasining ustida turib apparatlarni tiklab shunday og'an vaqtlarimiz bor. Yilqi dengiz to'lqini, badam, chimendop kiygan odamlar to'lqinda yurgin tang to'lqinlaganda, ha biz mushunchalik jiq bir insonlar ekanmiz-ku deymiz. Chunki o'zingiz bilasiz, 90-yillarda Urumchining nopusida asosli qismini Xitoylar egallab bo'lgan 80% yetandiki shu vaqtlarda. To'g'ri. Hozirgi 90%dan yetdi. Shu uncha jiq Uyg'urni biraqli bir yerda ko'rmagan bo'lg'achqa Urumchida cho'ng bo'lgan men. Ajoyib hayajonlangan va kimligimni shu vaqtda topgandek his qilgandim. Va har bir yezlarga borgandiki bu xalqimizning go'zalligi, ilk mehmon do'stligi, qalbining pokligi meni davomli ta'sirlantiradi. Siz Xitoylar bilan ishlab, Xitoy shaharlarini aylanib, ular bilan muomala qilish jarayonida tabiiy holda o'zingizning xalqi, o'zingizning kimligini selishtirib ekansizda, bu selishtirish meni xalqimdan, millatimdan texmi faxrlanadigan birsini aylantirdi mundaqcha aytganda. Men uningdagi bularning turmushidagi alayidliklar, farqlar, bular o'xshash bir davlat chegarasida, o'xshash bir davlatning kimligini ko'tarib chiqqan insonlardagi uchrayotgan muomalaning o'xshamasligi, turmush saviyasidagi farqlar, siyosiy besimlardagi o'xshamaslik, bularning hammani selishtirib, ha biz bular bilan qat'iy o'xshamaydigan insonlar ekanmiz va hech qachon biz Xitoyning bir qismi, Xitoylar yoki bizning bir qismimiz bo'lamaydi degan ideya shu vaqtda shakllanib bo'lgandi. Chunki men hatto Beijingdagi markaz televiziya stansiyasida praktik qilish, ishlash fursatlariga erishgan. Bu vaqtda mayli mening Xitoycha saviyarim hatto Xitoylardan yaxshi bo'lsa-mu, baribir peshonamga Xinjiang degan tamg'i besilganligi uchun hammasi amalba kamsitib, ashtaqlat am maqtagan vaqtimi qanday desangiz, "Hey sen hech qachon biz ko'rgan Uyg'urlarga o'xshamaydi ekansan, sen bizga o'xshaydi ekansan" deydi. Demakchi bu biz seni e'tirof qildik, qabul qildik degan eng cho'ng maqtishi bularni sizni o'zingizdan ayirib chiqish, ya'ni kimligingizni yo'qotib etganda andin o'zlariga o'xshata oladi ekanda bular. Shu narsalarni his qilgandan keyin tabiiy bir qarshilik qalbingizda. Chunki o'zingizning kimligini o qadar so'ygan, o qadar g'ururli bir inson bo'lish sifatingiz bilan sizni kamsitganda, u chaqda bu isyon qaynashga boshlaydi ekan. Ana lekin yezlarga bordik, masalan, Uyg'urlarning chiroyli aqlab qo'ygan tomlarga, uylarining tomlarga bir farzandlik bo'lish davlat siyosatidir. Milliy bo'lgunchilikka qarshi turaylik.
Aqchi Ko'kchi degan siyosiy tashviqotlarni shundaq sat xatlar bilan Xitoycha Uyg'urcha yozgan. Xitoyning shaharlariga bordim, u qat'iy undaq bir narsani ko'rmadim. Yo'q. Siyosiy ugunish deb dehqonlarni to'plaganlarini ko'rmadim. Undan keyin bir qitim Xinjiang televiziyasi bilan bu Markaz televiziya stansiyasining Aq Altun, ya'ni Aq va Qora Altun degan bir programmasiga Xitoycha riyosat, Xitoy tilida riyosatchi bo'lishga tanlandim. Mushuni ishlash jarayonida butun paxta terilayotgan, ya'ni vaqtida Xitoyning siyosati bo'yicha Uyg'ur elining hamma yerini paxta bazasi qilishga boshlagan. O'sha Oqsu, Ko'rla, Qashqa hamma yerga bordik. Bu jarayonda men dehqonlarning qanchalik ezilganligi, qanchalik noroziligini o'z ko'zim bilan, o'z qulig'im bilan anladım, his qildim, ko'rdim. Hatto bir qitim bizni Oqsu'ninki Ovatda bir cho'ng o'sha yezning ismini qizil yez deyman. Shu yerda paxta kivaz terayotgan Uyg'urlarni suratga olamiz deb planlaganki, bu Aqsu partkomning bu yezga buyruq tushiribdi avtonom rayonning markazdan televiziya stansiyasining muxbirlari kelyapti, darhol shu kivazlikka odamlarni chiqaradi. Biz masalan tushdan keyin soat 4da suratga ilishni tanladik, chunki bakchin issiqda va yoki bak atdiganda yaxshi bo'lmaydi deb, sal kun o'taganda olamiz deb desak, ilk yezning Uyg'ur kadrlari va Xitoy kadrlari bütün yezliklarga labada Kanayda shundaq Markaz televiziyasidan muxbirlar kelyapti, atdigan soat 7gacha bütün eng chiroyli kiyimlaringlarni kiyib, kivazlikka yig'ilinglar deb uqtiribdi. İlk bicharalar atdigan soat 7dan biz tushdan keyin 4da kagacha ashad o'tirib pijg'irim issiqda. Ash ilvagan bir parcha bir nonni bo'lishib, yeyishib issiqda biz kagich qarsam hali qamabdi Uyg'urlarning. Üstlərdə deyil ki, şiponda xav köynəklər, altın alıqlar bəzilərinin. Mumaylar var, quchuqda ballar var. Kəsəm çip tələb, çıray, ömsün yox. Şun, vay, nim bulma, acab çarçab getibsizlər o, deb başda desək, vay canım kızım, siz gəlgənmiddiniz, deb başda görüşüb, bizni ətdigəndə jığı varğan sizlər yolcıraq kiləməy qapsizlər də, deb əyibli mi deyil? Yolcuraq cəpat atdanlarını da bizdən al soradı. Mən dərhal Uyğur kadrda dedim. Nima üçün bulan ətdigəndə jığıb aldınız? Onun üstüge təbii özünün kimlər bilən çıxmamdı, nima üçün bularını yasandırıb çıxışqa məcbur qıldınız və işinin bəməbsiz hazırgıca bu aləti qandaq bular paxta tersin, qandaq bu suratga ilişimizmi 2 saatca davamlaşı mümkün. Bugün qaytırıb da onda desəm, İşten bulmaydı bular könüp ketken deydi kadar. Şu bilan shunchalik ko'nglim yerim bo'lgandi. Keyin bu Shandongga bordik bir film bilan. Shandongda menga yezib berilgan savolni so'rashim kerak-ku, Xitoyning odati bo'yicha biz ixtiyoriy savol so'ramaymiz. Bir yezga berib, voy bu yezanglarning Shandong bo'yicha bak boy yezga bu tajribalarni Xinjiang xalqi bilan o'rtoqlashsanglar, men mushaqni ziyorat qilsam deb yez boshlig'ini so'rsam, javobi nima bo'ldi desangiz, eng avval men Xinjiang xalqiga yordam, Xinjiang xalqining bizga qilgan yordamiga rahmat aytaman. Chunki Xinjiang xalqi ochliq bilan bizni ta'minlamagan bo'lsa, biz beyamatdiq dedi. Nimaga desangiz, Xitoylarda bunda bir gap borki, yimuti deydi. Ya'ni bir mo yer, bir mo ochliq tergan, 1 mo say terganlik dedi. 1 mo say terganlik 10 mo ochliq terganga barobar. 1 mo gul terganlik 100 mo ochliq terganga barobar dedi. Demakchi, 1 mo yerga gul tersangiz, ochliqdan olgan foydaning 100'sini ola oladi ekansiz. O'z vaqtida Vanglöchen avtonom rayonning partkom sekretari vaqtida bütün açlıq terishini to'xtatib Shandongda. Xinjiang ta'minlaydigan bir siyosatni belgilaganki. Shundan keyin bütün açlıq, ba'zan açliqni biz ta'minlaydi ekanmiz Shandongga. Shandong dehqonlari gul terish orqali beyidi ekan. Bu gullarni qanday qilib desangiz, chet ellarga sotadi ekan. Qimmat baholiq gul teriydi ekan. Nimasiga shu bütün açliqni biz terganki qo'sib bular beyalaydi ekanda.
bizning xalqimiz oshqa oladi. Shu yerda darhol bizning Şinjan televiziyasidan menga ergishib kelgan rejissor dedi, "Yo'q, yo'q, yo'q, sen bundoq javob berma, Şinjan xalqiga rahmat aytma. Şinjan xalqiga biz sizlarga yordam qilamiz" degan gaplarni qilgin. Bizning davomli Şinjan xalqini yordam qilyapmiz. Şinjan xalqining iqtisodini yuqori ko'tarishga tirishyapmiz. Biz dehqonlarimizni avatdik, yetaklash uchun degan bundoq javobni bersa deb uni gangirtib qo'ydi. Demakchi bizning yani Shandongda hatta o dehqonlarni erken so'zlisi bo'ladi ekanda. Faqat bizning televiziya programmaga ilyotqashqa uni mu yolg'on so'zlashga yani qistadi shu yerda. Shunga bu xil selishtirmalar albatta sizni isyonkor qilib tarbiyalaydi. Shundaymi Abdulla? To'g'ri. Hakikaten çıkıp nereden söylep kelsak bunu sizlarning o'ylab qo'ying yani. O devirlerde hazır neçe min xil türlük saxtılıqni to'xtamaganimiz sizlarcha kecha kunduzda shu qat qildim. Ishqilib men sal savolimizga kam javob berib qo'ygandek turman. Bu isyankorlik oxir meni Erkin Asiya radiosiga akkagan. Dalmishadi shu jarayon. Men shuni unutib qolganimni his qildim. Demakchi o'z vaqtida Tangirtog' g'unchilar programmasi 5 yil uda Abdunum rayonida eng jiq ko'rilgan televiziya programmasi bo'lib baholanib keldi. Chunki bilasiz, Uyg'urlarning uyida faqat bir televizor bo'ladi. Bir televizor bo'lgandan keyin oila ko'radi. Bolanim ko'rsa ota-onami muma buva yoki bir oilada kim bo'lsin tang o'tirib ko'radigan gapganda shu mening programmam bundoqcha aytganda eng olqishli bir programma. Shunga mayli cho'nglardan tortib o'smir bolalargacha hammasiga tanishlik bo'lib qolgandim. Bunun ustiga Arliqda Arman bolalar quvvat talqini, go'zal sopini degandek bir qancha e'lonlarga chiqish jarayonida kunda televiziyani açsanız ben davamlı ko'rinib turgan bir shaxsga aylangan. Hamda mushundaq bir ta'sirchanligimdan foydalanib Xitoy hukumati o'zining siyosatlarini mening og'zim orqali Uyg'ur xalqimizga singdirishga kirishdi. O'smirlar programmasi bo'lishimizga qaramay bizga siyosiy vazifalar atilishga boshladi. Ya'ni 2000-yil Xitoy hukumati qo'shtil ma'rifi degan siyosatni o'ttirib qo'ydi. Bu siyosatning asli mohiyati shu Uyg'ur tilini asosida maktablardan siqib chiqarib yo'qitib avlodlarimizni butunlay til va madaniyati orqali assimilyatsiya qilishdi. Shu vaqtida bizning programma butunlay partkom sekretarlari tarafidan, ya'ni idoraning va shu Abdunurayning sekretarlari tarafidan bekitilgan bo'ldi. Ular shu az deganda 15 minut vaqtimizni shu xitoylashtirish ma'rifi, ya'ni atalmış qo'shtil ma'rifini tashviqot qilishga sarf qilishimizni talab qildi. Men bu yerda eng aktiv tashviqotchisiga aylandim. Tabiiy holda bu mening ya'ni qichib qutulamaydigan vazifam bo'lib qoldi. Ota-onalarga agar bolalaringlarni xitoycha o'qisanglar, ularning kelgusi parlaq bo'ldi. Undaq go'zal bo'ldi, bundaq go'zal bo'ldi deb shu tashviqotlarni qilishga majburlandim. Bolalarga bo'lsa nima deymiz? Xitoy tilida so'zlashning faxrlanadigan ish ekanligini singdirishga tirishdik. Yiliqni xohlamaydik. Ammo majburdik. Hech bo'lmasa qolgan 15 minutda bolalarimizni milliy ruh bilan tarbiyalashga ham tirishsak, qila olaymiz degan bir umid bilan xizmatimizni davomlashtirdik. Bisim bo'ldi. Ig'ir bisim bo'ldi. Keyin Abdunuraylik partkom tashviqot bo'limi men va bir qanchamizni tanlab, shu Xitoy o'lkalarida echilishga boshlagan atalmış Şinjan sınıflarını təşviq qilish bir programmasını təsis qildi. Bunu Xitoycha va Uyg'urcha ishildik. Men riyosatchi sifatida bu guruhga qaytildim, bir qancha shaharlarga bordim. Xitoyning Shanghai, Beijing, Guangzhou va bu Shandongdagi Jinan. Şu jarayonda bu Şinjan, atalmış Şinjan sınıflarını suratga elish jarayonida baga vaqtim 11 ayning oxirlarida 12 oy bo'lib qolibdi. Shu mezgilda
Endi bu Şinjan sınıflarına elip berilgan balla 3-4 ming çaqırım jiroqlikdagi oilasidan ayrilganiga 2 ay, 3 aydan aşkan vaqt. İlk ballarning ro'yi chiqib ketgandakchu, ko'zidan balalik bir sabiylikni yoki bir nima deyman, bir umidni yoki bir xushallikni balalarcha bir hech nimani o'ylamay kulalaydigan bir bolalarni ko'rmadim. Chunki men bolalar bilan xizmat qilib, oshlar bilan bekarak aloqa qilib 5-6 yilni o'tkazgan bir inson bolalarni yaxshi tushunaman deb o'ylayman. Va qarablar bu bolaning qanday ro'yi holatda ekanligini, xushalmi emasmi shunga o'ziga qanchalik ishonchisi bor. Bularni sezarlikdek holatdadim. Shu menga qattiq ta'sir qildi. Bu bolalarning ro'yi holatidagi. Men kamerani o'chirib qo'ygan vaqtimizda ular bilan analarcha mehrim bilan, hadilarcha mehrim bilan suhbatlashishga tirishdim, kechirim. İlki məyuslik meni puçlab tashladı. Vallahi. Qaytib kelib qattiq ro'y yozib tashladim. Vallahi uylarını şunchalik sevgiman. O Xitoy tilidagi Şinjan sınıflarida Uyg'ur bolalar o'qishmagan yotoqlarga bo'linibdi. Masalan, 8 kishilik o'quvchilar yotti bo'lsa, bir yoki 2 Uyg'ur bolaga, qolgan 6 Xitoy bola ustidan ko'zdirgan. Uyg'urcha gap qilsa, o'zini tekshirar ekan va boshqa jazolarga uchraydi ekan. Bolalarga oyda bir qitim ailesi bilan telefon qilish fursati berildi ekan, 5 yoki 10 minut. Bolalar atalmış musulmoncha degan tomoqni yeydi ekan, u oshpazlar tungan yoki boshqa deb ekan ekan. Ammo halol go'sht emas. Shukirlar bilasiz bu. Halol desak, masalan, hatto men halol tomoq yemasam halol degan nima deb so'ragan. Chingjin degan nima deb. O shundoq cho'ng bo'ytibdi. Uruqlab ketibdi bolalar. Aşı manga javob bergichmi ko'zi aloq-jaloq bir nimani xato deb qolamanmi deb ma'lum qargan, yana birsiga qargan. Mushundoq qilib yurak oldi ilqi bolalarda. Ro'yini butunlay o'ltiribdi. Balkim hozir chet ellarga chiqqanlar orasidami nurg'un yoshlarimiz bor shu Şinjan sınıflarini, shu zo'rliq zo'mbuliqlarni, mundaqcha aytganda bolalar lagerlarining boshlanishi desak bo'ladi. Shu tajriba qilingan bolalar, shu davrdagi Şinjan sınıfning bolalari ata-ona mehridan, o'z kimligi, tili, madaniyat muhitidan hammasidan mahrum qoldirilib, hatto umididan, kelgusiga bo'lgan orzusidan. Shu bolalar meni o'zgartdi. Shu mezgilda chet elga chiqish fursati yaratildi. Menga bir sayohat. Yevropaga chiqiblam. İlk vaqtimda internetlarni ochgan bo'ldim. Tunji qitim erkin, ya'ni suzilmagan, to'solmagan chet el internetlarini ko'rdim. Tayvanning, Hong Kongning, u vaqtda albatta chet el til bilmaganga Xitoycha, masalan, Falunchilarning ochgan to'rbetlarini ko'rdim. Erkin Asiya radiosini ko'rdim. Uyg'urchani angladim. To'xtamay qayta hatto arxivlarni ilgari ishlagan xabarlarni angladim. Eng ta'sir qilgan bir xabar mushu Berlinda o'tkazilgan bir Dünya Uyg'ur qurultayining namoyishi ekan. Shu yerda Uyg'urlarning Xitoylar vatanimizdan chiqib ketsin, Sharqiy Turkistonga ozodlik, Uyg'urlar yashsin degandek shu shuarlarni to'g'liganda yuragim og'zimga keldi. Bunday gaplarni qilishtumoq anglab qolsaqmi bir xil jinoyatdek his qilardik ayni vaqtda. Uyg'ur elida toza barın vaqalari, g'ulji, qirg'inchiligi degandek vaqalardan keyingi bostirishlarning qanday elib berilganligi, hammani televiziyalarda hammamiz ko'rib, siyosiy bismlarni hammamiz his qilib, ashundoq cho'ng bo'lgan bo'lg'ashqa, yiliq so'zlarni qilganda yuragim itilib ketdi va shu archilarning orasidan vaqirsam-chu deb, lekin og'zimdan yiliqi chiqaramatdim, qo'rqaytdim-da. Ashuni anglab yetibmi atrofimga baxtim. Tabiiy holda meni bir Xitoy kuzatayotganmidi? Xitoy elchixonasidan birisi keynimga ergashgan bo'lsa, meni suratga ilib, bag'anda meni so'lib yetarmi? Hatto ashunda xiyollar keldi. Bu bir ilqi
Nindeyimiz travmaga uçurgan, bir zulümge uçurgan, bir insanın köstüdügan nimesi daha ifadesi şundak bu. Normal emas bu ameliyatda. Bu kadar korkucu. Bilmem hazırgıça insanlarda, çetelge çıkan insanlarda bu şuna saklanıp kalan buluşu mümkün. Kiçigiden şu bisimde bizge kançılık zulüm kuvveti hatta ruhi sağlamlığımızı mı buzdu? Meyli biz türme kireyli, ladır kireyli. Okşaş. Uygur elinin, yani Şarkı Türkistan'ın özü bir çoğun türme, üstü uçuk türme. Biz şu türmede tuğulduk, şu türmede çoğun bulduk. Avrupaga çıkan vaktimde xudu qapasdan çıkan bir kuşqa aylandım. Erkin Asya radyosu bana en çoğun ta'sir qildi. O'yladim ki men siz aytgandek acayip bir yulduz kabi bir hayatni yaşayotirdim vatanda. Nega basam Uyg'urlar tanıydı, salam berdi. Hatta restoran, oshxonalarga kirsak Uyg'urlar pul ag'ilolmaydi. Kimlarning meni mehmon qilayotganini o'zim uqmayman, pulingizni falan to'layapti deydi. Xalqimiz shu qadar mehribon bo'lgan. Siz ozroqli bir xizmat qilib qo'ysangiz qaytiradi uni hasilab. Shu men o'zimni xalqimga qarzdor deb his qilmanchi davomli. Mayli tuvallarga tushaylik. Uyg'urlar mayli hech nima bo'lmasin. Özünün itizli tergan qoğununu kötətib qoydu sizge rahmetini bildiriş için. Güllerini üzüp tutudu, qeyri mumayla koladı bakan kozlarını aymaymış ürümçeki akitonda kolumuzu berdi. O kadar güzel bir millet. Şu vaxtda oyladım, ben özemni yulduz qıvatqan xizmatlarimni xalq üçün qıvatqan nindeyimiz. Axbarat xizmeti, muxbirlikda faxrlanganim bilan buni butunlay Xitoyning tashviqotchisidan boshqa narsa emasligimni his qildim. Erkin Asya radiosi his qildirdi. Chet ellardagi Uyg'urlarning harakati, shu fidokor tashkilotchilarimiz o'z vaqtida qo'rqmay Xitoy elchixonalari oldida namoyish qilgan, shu shiorlarni to'lg'an faoliyatchilarimiz his qildirdi. Ben şularning birisi bo'lishga, shularning birisiga aylanishga havas qildim va shu vaqtda tirishdim. Endi dal mushayda unda olsa, shu chet elga chiqish sababingiz chiqqandan keyin telefon qilib bu qadam boshlanib turgandi. Mushaydan hamda ya'ni Erkin Asya'ni vatanda anglab baxmaysiz yani. Chiqqandan keyin ko'rib anglagan dalamayman, ilg'i to'liq anglamagan. Endi hozir qayerda angladim desam bu yerdagilar yana tabii ki uçuraydı. Mayli tunish bilishlarimiz deyli. Ama işte Erkin Asya radyosu da bir radyo anlatış berib tuttu deganni anglagan. Ve deyilgen bazı sözlerini anglagan xalqlarning og'zidan o'zim bir qitim anglashga tirishgan ama bir changchil ovoz kelatdi. Radyo boshlanishi aman. Esingizda bormi agar anglagan bo'lsangiz. Bir changchil ovozini qo'yib o'tadi, uni faqat yaxshi anglag'ili bo'lmaydi. Hatto biz o'qish bitgandan keyin bir saboqdishimiz maxsus shu Argungda deydi, shu Urumchiga Argung deb qo'ydigan Uyg'urcha ismini unutib qoldim u yana. Aşağıya bir Xitoy nurg'un mablag' bilan bir buzish stansiyasi qurgan ekan, shu maxsus Erkin Asya radiosi va boshqa chet el radiolarni to'sash uchun. Aşağıda xizmat qilgandi u. Şu yerga bölüngen, şunun ağzından anlagan Erkin Asya radyosunu biz anlayımız günde depçu. Bunda deydi, onda deydi dep. Biz mındak buzumuz, mındak müziklerini koyumuz degenlerini mi degen. Şu aş vaxtıda çoğunkur bir tuygu bulan demekçi Xitay'ın titirtidigan, Xitay qo'rqdigan bir yeni axbarat organı ekende degen bir narsa kallamı kirgandi. Şunun uchun qiziqib chet elga chiqqandan keyin uni axtarishga boshladim. Demisimi Xitoy undan keyin bu Erkin Asya radiosi buzg'unchilik qilish uchun nurg'un pul sarf qildi. Demakchi Xitoydek bir kuchli davlatning oshundoq cho'ng bir mablag' bilan mushug'il tashviqot apparatiga qarshi biz Uyg'ur muxbirlar noiti kuchli jangchilar hisoblanamiz. Bunday aytganda ashlarni qo'rqitadigan, ashlarga qarshi turadigan. Sizmi shuni ishida, Abdulla? Albatta. Ko'p rahmat.